Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men O'tkir Po'latov. Sizlar O'tkir Po'latov kanalini kuzatyapsizlar. Bugungi videomiz ko'plarni qiziqtirgan biznes haqida bo'ladi. O'tgan safargi videomiz mana silkasi tepada chiqdi. O'sha videomiz juda ham yaxshi prosmotr, kommentariyalar va juda ham yaxshi insonlarning yiqqanligi tufayli biz bu mavzuda yana ham ko'proq gapirishga qaror qildik. Bu videomiz 3 ta biznesni oson noldan boshlash yo'li haqida bo'ladi. Yaxshi joylashib olasizlar. Bitta like sizlardan biz videoni boshladik. Poyahili. Yo, sizlar bilan O'tkir Po'latov. Kanalga obuna bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Muhimi o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Aziz yurtdoshlar, men biznes bo'yicha maslahat yoki nasihat beruvchi emas. Men faqat o'zimning kuzatuvlarim, o'zim ko'rgan, o'zim bilgan, o'zim o'sha sohaga qandaydir taalluqli biror marta ishim tushgan proyektlarni, konkretni temalarni yoki biznes g'oyalarni gapirib o'taman. Ko'plarga so'rashlaring mumkin, "To'shto, sen kim? Nima uchun sen biznes haqida video qilyapsan?" Men o'zim biznesmen. Bir emas 3 ta proyektim bor. Qo'limda 20 dan ortiq inson ishlaydi. Jamoamiz juda katta. Ofislarimiz Moskva va Sankt-Peterburgda. Hamma narsalarni bir chiga yig'ishtirib qo'ysak ham, qilayotgan proyektlarimni yoki aytaylik ofislarni, filiallarni bir chiga yig'ishtirib qo'ysak ham, meni o'zimni o'qib tugatgan fakultetim biznes va pravo. Ekonomik kafedrani biznes va pravo fakultetini tugatganman 2015-yil. Endi shuning uchun ham menga biznes haqida gapirish, biznes haqida tahlil qilish, biznes g'oyalarini olib chiqib, shularni muhokama qilish juda ham tabiiy, oson va yengil. Shu tufayli bu kanalga обязательно obuna bo'lishlarini tavsiya qilaman. Bu kanalda faqat yaxshi mavzular, kerakli mavzular, eng muhimi oila, dam olish, biznes, o'sish qiziq bo'lgan insonlarni ko'rishni xohlayman. Shuning uchun ham o'sha mavzularni olib chiqaman. Videoning asosiy qismiga o'tamizmi? Poyahili. Birinchi g'oyamiz bu logistika. Aziz yurtdoshlar, ko'rib turibsizlar, ko'plarni hayotida, imенно Rossiyada yashayotganlarning hayotiga Peterочка, Перекресток, Вкусвилл, Сбермаркет, Яндекс.Маркет, Ozon, Wildberries mana shunaqa katta savdo majmualari o'z mijozlariga tovarni eshigini og'zigacha, uyigacha dostavka qilishni yo'lga qo'ydi. Bu narsalar 2021, 22, 23, 24, 25 oxirgi mana 4-5 yilda kirib keldi hayotimizga. Shu tufayli logistika sohasi endi biznesni zimmasiga o'tdi. Ya'niki, siz agar biznesmen bo'lsangiz, siz tovaringizni sotmoqchisiz, endi tovaringizni mijozlar faqat telefon orqali zakaz qiladi. Siz biznes egasi o'z tovaringizni klientni uyigacha yetkazib berishni o'ylashingiz kerak. Oldingi, aytaylik, kechagi, o'tgan kungi hayotimizda biz biror tovar kerak bo'lsa, turib bozorga borishimiz, u уже kechagi payt уже. Bugungi kunda biz уже xohlagan tovarimizni zakaz qilamiz, olib keladi. Shu tufayli oddiy peshkom kuryerlar, elektrosamokatda kuryerlar, mashinada, yengil mashinada, gruzovoy mashinada, gazelda, furada, poyezdda, samolyotda, любой sohada logistika o'sadi, o'zgaradi, pul bo'ladi va to'lqa taraqqiyot etadi. Shu tufayli hammalaringni logistika sohasiga e'tibor qilishlaringni, logistik kompaniya ochishlaringni, tovarni A tochkadan B tochkaga yetkazib berish, o'zingiz yetkazib berish, jamoa yig'ib kompaniya ochib, kompaniyangiz orqali yetkazib berish, katta kontraktlarni yutib olish imkoniyatlari ko'p. Iltimos, mana shu sohalarga chuqurroq e'tibor beringlar va bu sohalarni 5 ta elektrosamokat, 2 ta mashin, bitta gazel, bitta porter yoki bitta fura, любой texnika bilan boshlasa bo'ladi. Agar siz aytishnik bo'lsangiz yoki aytaylik katta programmalar yaratish imkoniyatingiz bo'lsa, siz kuryerlarni bitta joyga jamlab yoki aytaylik katta bizneslarni bitta joyga jamlab, kuryerlik xizmatini именно elektron IT platforma orqali bersangiz ham bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, muhim bir
yangiligi aytishim shart. 30-mart kuni 19:00 da biz Moskvadagi ofisimizda Rossiyada ilm olib, o'zini proyektlarini ochib, kelajakda kasb egasi bo'lib yetishmoqchi bo'lgan yoshlarga yig'ilish o'tkazyapmiz. Agar siz ham Rossiyada ta'lim olib, kelajakda o'zingizni bizneslaringizni ochib yuritish niyatingiz bo'lsa yoki sizning farzandingiz shunday inson bo'lib yetishishni xohlasangiz, iltimos bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. 30 kishiga bepul o'zim maslahat, savollarga javob va universitet tanlashda yordam beraman. Hozir zamon o'zgaryapti, zamonni o'zgarganini o'zingiz kuzatib turibsiz va kelajakda faqat ilmi bor, kasbi bor, kompyuteri, internetni, tilni bilgan insonlar unib o'sadi. Agar siz shular qatorida bo'lsangiz, keling, qo'shiling, yoziling va biz bilan birga bo'ling. Siz qachongacha patentga, sahrvada очередga turasiz? Ikkinchi biznes g'oyamiz bu texnologik stroyka. Nima uchun texnologik stroyka? Qarang aziz yurtdoshlar, hozirgi kunda stroyka rivojlanib, o'z уровенini egallab olgan. Stroyka вообще zo'r уровенga chiqdi. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, Rossiyada ham ko'ryapsizlar, hamma joyda taraqqiyot etib, baland binoli uylar, hamma joyda rasrovchikalar, hamma joyda odamlar uy olish temasi kuchayapti. Bu bilan nima demoqchiman? Значит, sпрос katta. Sпрос katta joyga pul bor. Siz stroykada pul topmoqchi bo'lsangiz, texnika bilan ish bajarish yo'lini o'ylang. Masalan, birinchisi bu skvajna chiqarish, suv yerdan chiqarish. Bitta skvajna chiqarish Moskvaning o'zida 5-6 ming dollar turadi. 3 kun vaqt ketadi. Mani o'zimni строительный kompaniyam 2024-yilda 8 ta skvajna zakaz qildik. Har bitta skvajnamizga 450 ming, 500 ming, 550 mingdan pul berdik. O'zingiz hisoblab ko'ring. Butun Moskovskiy oblast, Moskvada, Piterda, butun Rossiya territoriyasida qancha odam skvajna chiqaradi? Faraz qildingizmi? O'zingiz hisoblab ko'rdingiz. Ikkinchisi, shpaklyovka qilish mashinka bilan, polni stяжка qilish o'zini mashinkasi bilan, devorni shtukaturka qilish mashinka bilan, yerni svaya qoqish, har xil narsalar qoqish, kavlab, burit qiladigan mashinkalar bor. Ularni misol keltirsa bo'ladi. И вообще atrofingizga 5 ta bola, 10 ta bolani yig'ib obyekt qilish emas. Atrofingizga bitta texnik apparat olib, yoningizga bitta yordamchi olib, apparat bilan xizmat ko'rsatish o'sha taraqqiyot etyapti. Da. И birinchi plusi sizga zakazchik, ya'ni строительный kompaniya yaxshi ishonadi, chunki siz o'zingiz va apparatingiz bilan kelib xizmat ko'rsatyapsiz. Ikkinchi tomondan, agar qo'lingiz bilan bir ish qilsangiz 1000 rubl olsangiz, строительный texnika bilan, ya'ni shu apparat bilan qilib 10 ming rubl pul ishlaysiz. Shu tufayli sizlarni ikkinchi g'oyaga taklif qilishim, stroykani qiling, faqat texnologik tarafga qarab rivojlaning. Odam sonini ko'paytirmasdan, nabrot odam sonini qisqartirib, yoningizga texnika oling. Mana shu ikkinchi g'oya. Uchinchi biznes g'oyamiz bu строительный yoki media instrumentlarni arendaga berish. Bu ham xuddi shu boya aytganimdek oddiy, sodda va juda ham katta mablag' talab qilmaydi. Faraz qiling, sizda ikkita prefarator, ikkita lobzik, ikkita generator, ikkita kraska sepadigan apparat, shurpaver, bolgarka, mana shunaqangi instrumentlaringiz bor. Bir 100 ming, 150 mingga instrumentingiz bor, aytaylik. Har bittasini kuniga 1000 so'm, 700 so'm, 1,5 ming, 2 mingdan arendaga bersangiz, ishonarli odamlarga zalogga pul olib qolib bersangiz, siz уже aytaylik 5 ta 6 ta instrumentdan bir kunga 5 ming, 6 ming ishlaysiz. 20 ta 30 ta instrumentdan bir kunga 20 ming, 30 ming ishlaysiz. Biz o'zimiz Apcenter, svet, kamera, mikrofon, dron, mana shunga o'xshagan narsalarni har oy kamida 200-250 mingga arendaga olamiz. Bu juda ham ko'p syomka kunga emas. 2-3 kun syomka kun qilsa, katta syomka kun. O'sha kunni o'ziga 200-250 mingga pul sarflab texnika arendaga olamiz. Именно texnikani arendaga berish xizmatlari ham juda ham taraqqiyot etyapti. Endi buni harakat qilish kerak. Приложение orqali, Telegram kanal orqali, Telegram bot orqali, sayt orqali amalga oshirishga. Agar o'sha arendaga berayotgan instrumentingizni ikkita kuryer qo'yib, ikkita mashina qo'yib, dostavka qilib bersangiz, siz yana ham qimmatroq
xizmat ko'rsatishingiz mumkin. Bu bilan aytmoqchi bo'lganim, aziz yurtdoshlar, nafaqat qora mehnat, qo'l yoki aytaylik, nafaqat odamlar bilan pul qilish, balki texnika, texnologiya insonlarga arendaga berib pul qilish imkoniyatlari ham ko'p ekan. O'zimiz shu narsalar bilan foydalanyapmiz, o'zimiz shu narsalarni ko'rib kuzatib boryapmiz. Men самое главное bitta narsani ko'rdim, что bir bola, 19 yoshli bola katta angarga 2000 ta 2000 shtuk instrumentov olib kirib, juda katta kompaniya yasab, 24 soat davomida arendaga berish imkoniyatini yo'lga qo'yib qo'ygan. O'sha narsani ko'rib, men juda ham motivatsiyam oshib ketdi bu sohaga. Menda ham qiziq u narsa, menga ham qiziq. Mana hozir u narsaga vaqtim, energiyam yo'q, shuning uchun ham bu haqida video qilish, sizlar bilan bo'lishga qaror qildim. Yana bir muhim gapni aytib o'tmoqchiman sizlarga, aziz yurtdoshlar. Men bu g'oyalar haqida gapirib, bu g'oyalarni sizlar bilan ulashishdan hech qachon qo'rqmaganman, hech qachon tortinmaganman. Sababi bu dunyoda g'oya juda ham ko'p. Bu dunyoda imkoniyat ko'p. Bu dunyoda yo'l yo'riqlar ko'p. Agar men aytgan 3 ta yo'nalishdan hajaba bittasi ko'nglingizga yoqqan bo'lsa yoki ko'nglingizdagi chirog'i yondirgan bo'lsa, iltimos shu haqida 2 og'iz fikringizni kommentariyada yozib keltiring. Agar men aytgan yo'nalishlarni birortasidan siz shu sohada ishlab, shu sohada pul topadigan bo'lsangiz, uni ham обязательно kommentariyaga yozing. Sizni tajribangiz, sizni qilayotgan ishingiz biz uchun juda ham qiziq. Imkoniyatlar ko'p. Harakat qilinglar, o'rganinglar, o'singlar, daromadlaringizni oshiringlar. Bu kanalda faqat yaxshi gaplar, yaxshi hayot haqida videolar bo'ladi. Hammalaringni e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.